Assalomu alaykum hamyurtlar, YouTube kuzatuvchilari. Mana o'sha mashhur bo'layotgan konteyner profillaridan tom naves tayyorlash ustakamiz oldiga keldik. Xudo xolasa shu ko'rinishda shu zdaniyamiz tayyorlab bitkizishdi. Firmalar ko'tarib oldi kazirovlarini tugash jarayonidamiz hozir. Ustakalarning frontollarni, tunkalarni qatirishyapti. Hozir frontollarni tayyorlab bo'lgandan keyin tepaga chiqib o'rnatamiz. Nasib bo'lsa hozir tunkalargacha bo'lgan jarayonlarni keyingi videolar joylab boramiz. Hozir ustakamizdan suhbat olamiz. Assalomu alaykum Jo'rabek, yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Rahmat, kelyapsizlarmi? Ha, chiroyli qilib yangi uchastkamizni tomini o'sha mashhur bo'layotgan konteyner profillaridan bitkazib qo'yibsizlar aka? Ha, xudo xolasa mana regalariga tayyor frontollarni qatiryapti bolalar aka. Aha. Fronton qatirgandan keyin regalarni qatirib, tunikalargacha qatirib beramiz xudo xolasa. Ha. Bu necha bo'lgan joyda hozir sizlar tayyorlab o'rnatyapsizlar ekan. Razmerlari qanaqa, nima bo'lgan bu yerga hozir to'liq ma'lumot bersangiz. 20 metr. Aha. 11,5 metr. Aha. Devamiz oralari 1.10 dan qo'yilgan. Aha. Xudo xolasa bu yerga loy bosadi. Al bo'ymalar loy pena qo'yaveradi, ko'taraveradi. Loy bosaveradi, pena qo'yaveradi. Xolasa pena, bu yerga loy bosiladi. Ha, bemalol ko'tarishga boshlasa javob berasiz, egilmaydi, netmaydi. Javob beramiz mana firmalarimiz xudo xolasa. Ha, mana bu o'rtada mana katta bo'lgan xori necha metr bo'lgan mana bu katta ko'rinyapti bu. 10 metr aka, 10 metr bo'lgan. Ha, 10 metr joyga ustunsiz xori qo'ysa bo'laveradi. 10 metr bo'lgan. Ha. Konteynerlar shivillaridan bo'lgan bu. Bu qayerda bo'lgan ish aka bu? Bu yer Andijonda bo'lgan aka. Ha, Andijon viloyati Asaka tumanida bo'lgan o'sha. Ana hurmatli YouTube kuzatuvchilari, ana Jo'rabek akamizdan ma'lumotlar oldik. Xudo xolasa firmalar orasi 1.10 dan qo'ygan ekan, 20 ga 12 metr bo'lgan joyda shu ko'rinishda tayyorlatdi. Mana uyning ichlariga ham peryotkasi bor. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. O ichida shivillardan bo'lgan pollari ko'rsataverasiz. Ha, ichida lagasi ham bo'lgan ekan unadan. Obunachilar mana bu lagani ko'ryapsizlar, mana 2 etajli va tay podvalli. Tepa yashaydigan xonadon mana. Mana shu yerga polni xohlasanglar pollimi yo o'sha kant o'zini poldan ham qo'yib berishaveradi aka. ha, o'zini poli ham bo'laveradi. O'zini poli ham bo'laveradi, xohlasa hali bozordagi poldan ham qo'ysa bo'laveradi. Ha, u bozorda polligidan u konteynerda polligi mustahkam ham qonunlar aka. Xudo xolasa baquvvatligiga javob beramiz aka. Ha, mana lagerlarni ham o'rnatib ketilgan. Mana cho'dan o'zini osib beraveraman. Osilib berincha aka ishlanmaganlarga, Albatta beradi aka. egiladi, netadi degan bolalarga. Ha, mana zo'r mana bemalol bakani ishlariga mustahkam ekan. Mana osilib ko'rsatib berdi sizlar ishlanmagan aka-ukalarimizga. Mana bu yoqlar ham o'sha hamma xonasi shunaqa bo'lgan aka. ha, hamma xonasi ilarga tashlab ketibdi o'sha konteyner materialni. Mana akalar. Katta molxonalar bo'lsa ham aka telefon qilishaveradi, qilib beramiz xudo xolasa. Ha, xizmatlaringiz 30 metrgacha yopib beraveramiz aka. 30 metrgacha? 30 metrgacha uzunligini yopib beraveramiz. Ha, shunga o'sha molxonalar bo'lsa. ha, bu akamiz xizmatlari bor ekan. Mana uyda hammasini qilaveramiz. uyda tomimi, katta skalatmi, omborxonami, shunga o'sha zdaniya tomlarini 20 metr, 23 metrgacha bo'lgan joylarni ustunsiz tayyorlab o'rnatib beramiz, deyapti akamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni pastga qoldiramiz. O'zlariga kerak bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Like Frontollar bo'lyapti aka. ha, frontollarni ham tunkalarni birdan yerda qatirishib olyapti ustakalarimiz. Tepada qatirgandan ko'ra yerda oson bo'ladi. Tepada tunkalarni qatirib bo'lgandan yana video qilamiz. Sog' omon bo'linglar.